mikrofonni ham doq qo'ygan. Bir. Urodi eshitilayotganmiz keyin. Eshitilyaptimi? Menga eshitilyapti menimcha. Bir. Ha. Bir. Eshitilyapti. Savollar nima bo'ladi? O'zingiz haqingizda bo'ladi. Tug'ilganingizdan savol ham shart emas, uni beraverasiz, to'xtatib o'tirmayman. Gapirib tug'ilgan yilingizdan boshlaysiz. Qanaqa sharoitda katta bo'ldingiz, qanaqa maktabga bordingiz, maktabda qanaqa o'qigansiz, shuntakami, bezorimi, yo'q otlishnikmi, keyin qayerga o'qishga kirdingiz, nimaga bu yo'nalishga kirdingiz, mana shu ketaveradi. Shu bemalol o'qiverasiz, hech qanaqa cheklov yo'q, vaqtdan ham, mavzudan ham, senzura yo'q. So'kmasangiz bo'ldi. Savol berganda, menga o'zim maktabga ketib qolmaydi. Savol bersa, shu savolingga qarab javob berib ketiraman. Barga qanaqadir kirish qolishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Boshlandi bo'ldi lekin podkast. Yo'q. An chorniy beylik qilib qo'yasan-da hozir. Tak. Savollar bor, agar o'qisangiz savol berib ketiraman. Berib ketur. O'sha qulayroq. Kameraga qarab boshladik deng. Boshladik. Aziz aka, siz endi men bilganim, siz jahon iqtisodiyoti, jahon bozor konjunkturasidan dars berasiz, to'g'rimi? Yo, o'zi mutaxassisligim xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti. Sharqshunoslikni Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti bor. Biz o'qib yurgan paytimizda Toshkent davlat sharqshunoslik institutida bakalavriga 2006-yil kirgan bo'lsam, xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti ximiy degan yo'nalish bo'lardi. Shu ximiy yo'nalishga kirganman. Mutaxassisligim bo'yicha menda Xitoy iqtisodiyoti. Bakalavrda Xitoy iqtisodiyoti. Magistraturada o'sha mamlakatshunoslik bor edi. Osiyo Tinch okeani mintaqasi iqtisodiyoti va mamlakatshunosligi. To есть bizda xorijiy mamlakatlar bo'yicha-da. 4 yil mobaynida Xitoy, 6 yil Xitoy o'qiganman-da. Xitoy tili, Xitoy iqtisodiyoti, Xitoy madaniyati, tarixi, siyosati. Xitoyshunos ekansiz-da? Xitoyshunos. O'zi qachon tug'ilgansiz? Qanaqa oilada tug'ilgansiz? Qanaqa sharoitda tug'ildingiz? 1987-yil 9-sentyabr Toshkent shahrida tug'ilganman. Ziyolilar oilasida Adam Nigmanov Ulug'bek Akmanovich Adamam o'zi o'qituvchilikdan boshlaganlar ishlarini, huquqdan dars berganlar, keyinchalik tadbirkorlikka o'tib ketganlar. Oyim rahmatli Nigmanova Dilbar Ilyasovna 1963-yil tug'ilganlar. Oyimni medsinstra edilar, hamshira edilar. Ham mustaqillikdan keyin shu 94-yil 94-yil ukam tug'ilgandan keyin anaqa bola tarbiyasi bilan bo'lib anaqa qilganlar-da. O'zim ikkita maktab o'qiganman. Jararuda 299-maktab bor. O'sha yerda 1-sinfdan 7-sinfgacha o'qiganman. Men degan Donda turganmiz. Keyin 2000-yilda Chilonzor Oqtepa Kuru san'atkor to'yxona tarafiga o'tib. O'sha yerga ko'chib borganmiz, uchastka olib, 254-maktabda o'qiganman. Ikkala maktab ham, agar adashmasam, 299-maktab Alimov nomidagi maktab edi. 254-maktab, ikkinchi maktabim bu Lutfiy nomidagi maktab. Maktablar nom bo'lardi. Maktablar nom bor. Hozir bilmayman, bormi yo'qmi? Yo'q, hozir faqat nomer, raqam qolgan. Oldin nom bo'ladi. Shu Alimov edi, aniq esimda, rahmatli Xoldap edi.
direktorimiz, o'z familiyalari esimda yo'q, Xoldeb edi. Xoldeb juda qiyin bo'lgan meni qo'yib yuborish, yo'q degan, men bermayman degan. Nima deganda menda anaqa bor edi, sindrom отличника edim, a'lochi edimda. Aktivist bola edim. Sho'xlikni ham qoyillatardi-ku, lekin ko'p holatda. Men deganda bizning sinfimiz kuchli sinf edi. Misol uchun 1dan 5-sinfgacha 5-sinf включительно Ziyoyeva Mahmud opa degan o'qituvchimiz bo'lardi. O'zi bizning sinf logoped sinf edi. Men misol uchun men ren etishni bilmas edim. Keyin orada sslab gapirishim bor. Shuning uchun logoped sinfga berishgan edi. O'sha yerga yig'ilgan edik. Logoped o'qituvchi ham kuchli pedagog edi Mahmud opa. Alloh umrlarini ziyoda qilsin borlar. Mahmud opa juda kuchli o'qituvchi edilar. Mahmud opa bizaga chuqur o'rgatardilar-da. Qofiyali she'r yodlash, tez o'qish, hisob-kitob bilan boshlanishni beradi-ku. Hozirgi kunda uncha boshlanish o'qituvchida ko'rmaysan bunaqa narsa. Anaqada Mahmud opada bor edi qobiliyat. Biz o'sha Mahmud opada o'qib, qiziqib shakllantirganmiz-da. Keyin bu yog'iga 5-sinfdan falla qo'shilgan, o'qigan, bu o'qigan qiziqish, endi sohalarga bo'linib ketadi, shunga qarab turib ketilgandi. O'zim hech iqtisodchi bo'laman deb o'ylamaganman. Kim bo'laman deb o'ylaganingiz hozir? Bo'ladi-yu, katta bo'lsa. Va birinchi xayolimga kelgan narsa men o'zi oshpaz bo'laman derdim. Endi menda qiziqish bor, anaqa haligacha bor. Xudoga shukr, nolimman, oshpaz bo'laman. Lekin men o'zimni qanaqadir chinovnik sifatida ko'rardim. Men rahbar lavozimida o'tirib, ani vazirmi yoki anaqani buyruq beradigan odamlar taqdiri taqozosi bilan shu o'qituvchi bo'lib qoldik-da. Bakalavriatini ham, magistraturasini ham sharqshunoslikda o'qiganman. Sharqshunoslikda o'qiganman. Kimdir tavsiya qilganmi sharqshunoslikka topshirdi yoki o'zingiz? Yo'q. Birinchi yil Tashguga topshirganman. Ya'ni Milliy universitetga topshirganman. Milliy universitetga birinchi yil kira olmaganman. Ikkinchi yili menda tanlov bo'lgan. Anaqaga topshirish, yuridikka topshirish yoki xalqaro mashina iqtisodiyotga topshirish tanlov bo'lganda men aytganman, mana yuridik chiqmaydi, men qattim qo'l odam emasman. Men ko'lim bo'sh, men qattim gapira olmayman odamlarga degan. Endi yurist, prokuror, sudya, anaqa boshqa shunaqa bo'lganda shu payt. Shu bilan bu yoqqa topshirganman. Bu yoqqa esimda bor. 16 bo'lib kontraktga kirganman. 16 ro'yxatda kontraktga kirganman-da. 2006-yil kirganman. Shu bilan ketdi. Boshida arab gruppada o'qiganman, ozgina. Yo'q, Xitoyga o'tganman, Xitoyda ariza yozib arabga o'tganman. Bir oy arab gruppada o'qiganman. Anaqa kursdoshlarim bilan yaxshi chiqib qolgan bo'lganman. Yana keyin Xitoyga qaytganman. Shuning uchun ozgina orada arab tilini ham o'z bilardim, o'qishni, yozishni bilardim arab tilida. Nima degan, menda qiziqish bor edi unga, u tilga. Shuning uchun ozgina mustahkamlab ham ketganman-da arab tilimni. Shunaqa bo'lgan. Keyin universitetda qanaqa bo'ldi o'qishlar? Qanaqa talaba bo'ldingiz? Maktabda sindrom отличника bo'ldimi o'tda ham? Bor edi. В каком смысле синдром отличника? O'tda bo'li ancha anaqaroq edimmi? Nima deydi? Erkinam darsdan qochardik. Hozir agar meni talabalar ko'rsa, to'g'risini aytaman. Agar darsdan qochmagan talaba bu talaba emas. Agar gruppovoy darsdan qochgan talaba bo'lsa, unda вообще talabaning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi-da. Darsdan ham qochardik, o'qirdik, lekin Qizilga bitirganman. Men anaqani ham, institutni ham Qizilga bitirganman. Qizil diplomga bitirganman. O'qish shunaqa edi. Bizda Xitoy tili, bizda yod ajoyib edi. Qaysi ma'noda? Haftasiga 5 marta Xitoy tili kirardi, haftasiga 1 marta 2 marta ingliz tili kirardi. Misol uchun
Mana o'zinglar ham o'qigan bo'lsanglar, misol uchun mana shu Nordic o'zida ham 1 GI24, 1 GI23 yoki GR2423 deb nomlanadi, to'g'rimi? Raqami bor-da, hamma bittasini, to'g'rimi? Qisqacha anaqasi. Sharqshunoslikda unaqa emas edi. U yerda Xitoy ingliz gruppasi, Xitoy misol uchun fransuz gruppa, mana shunaqa bo'lishi mumkin edi. То есть tilga ikkidan kelib chiqib nomerlanadi. Bizaniki birinchi Xitoy ingliz, keyin ozgina arab inglizda o'qiganman, yana Xitoy ingiliziga qaytganman. Shunaqa bo'lgan. Keyin nima bo'ldi universitet bitirganingizdan keyin? 2010-yilda bakalavrni bitirgan bo'lsam, keyin o'sha yili magistraturaga kirganman. 2010 o'zi magistraturaga kirganman. 2011-yil ikkinchi kursligimizda Sadiqbekov va Bibsar Japarov meni ustozim. Xitoy iqtisodiyot bo'yicha ustozim. Hali ham sharqshunoslikda ishlaydilar. Sadiqbekov va Bibsar Japarovni Bibsar opa derdik. Bibsar opa menga ish taklif qilganlar. 0:25 soat bay ham magistraturada o'qiyman, ham 0:23 soat bay o'qituvchi stajyor bo'lib dars berish taklif qilgan. Shu universitetdan? O'sha yerda. 2011-yildan boshlaganman u universitetda rasman dars berish. O'zim maktabdan boshlaganman dars berish. 5-sinfdaligimizda Mahmud opam bizga kurator edilar. Esimda bo'lsa anaqa bo'lardi, kuratorskiy chas bo'lardi. Tarbiyaviy soat bo'lardi. Haftada bir marta kurator kirib, o'shanda darslariga stik kelib qolardi. Nima deganda ham boshlang'ich dars berardilar, ham bu yerda edi. O'shanda stik kelib qolganda meni chaqirdi, Aziz dirdilar, "Sen borib bolalarga dars o'tgan" dirdilar, "Men bu yerda tarbiya soat o'taman" dirdilar. Men yoqqa boshlang'ichga borib bolalarga dars berardim. Mahmud opam bu tarbiya soat o'tardilar. 5-sinfdan boshlangan. Hech esimdan chiqmaydi. Keyin o'zim eng yaxshi ko'rgan fanim bu tarix. Yoshligimdan tarix yaxshi ko'raman. Men degani meni fikrimda bu tarix misol uchun iqtisodiyotda ham ko'p narsani o'rgatadi, tahlil qiyoslashni o'rgatadi. Tarix juda ko'p narsani o'rgatadi. Men 299 da ham 254 da ham tarixdan yozma ish bo'lsa, mana chorak yozma ish bo'lardi. Meni bolalar bilan birga yozdirishmas edi. Yordam berasan deb. Men esimda bordi 254-yilda 254-maktabda bir payt kesam, ozgina kech kelganman deb, nimaga aziz yozmish yozdirmayapsiz deyishganda, mendan o'qituvchi tarix o'qituvchisi so'raganda, Xorazm shohligi asoschisi kim degan savol berilgan. Boburiylar sulolasi necha yil anaqani boshqargan Hindistonni degan. Ikkalovini ham to'g'ri aytib berganman. O'shandan keyin men umuman anaqa yozmaganman. Nazorat ishi yozmaysiz. Nazorat ishi yozmas edim. Tarix, o'shaning uchun ham bolalarga dars o'tayotganda har doim tarixan aytaman, agar operatorlar ham biladi, o'zinglar ham ko'rasizlar-ku, ko'p nimadir tushirib turayotganda omili bilan tushuntiraman mana shunaqa qilib. Men deganda asos bo'lish kerak-da. Uyni misol uchun qurishdan oldin unga nima kerak? Yer kerakmi? Yerni bilishing kerakmi? Keyin plan qilishing kerak, keyin beton qurishing kerak. Hammasi etapma-etap. Iqtisodiyot ham shunaqada, bosqichma-bosqich o'zidan o'zi mana shu holatga kelmaydi-da. O'shaning uchun tarix juda katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Mana prinsipim, xayolimda bolalardan talab qiladigan narsam ham shu. Nimaga men har doim bolalarga aytaman, nimaga degan savol bering o'zingizga. Nimaga mana shunaqa? Misol uchun, nimaga seni ismingni Avaz deb qo'yishgan? Nimaga meni ismimni Aziz deb qo'yishgan? Xayoldan kelgani uchun qo'yilmagan-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa asos nima? Asosni bilinglar deyman. Misol uchun men bitta ma'lumot o'qiyotgan bo'lsam, kompyuterimda internet oknalarim anaqa ketib qoladi. Vkladkalarim ko'payib ketib qoladi. Men hozir telefonimda ham mana shu telefonni o'zida bilaman, bir 32 ta vkladkam bor. Bitta ma'lumotni mana hozir meni kutib o'tirganim o'zida 32 ta vkladka ochildi. Bitta ma'lumotda savol mana qo'ydim. O'zimga o'zim endi kelasi hafta darsim bor edi. Xo'p, mana
Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanga qurol yarog' sotish to'xtatdi. Vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Monitor mana anaqa qo'ydi-da, cheklov qo'ydi. Tramp "Endi yo'q, to'xtalaringda qurol yarog' bermaymiz" dedi. Bo'ldi, men savol berdim. Jahon iqtisodiyotiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Bu dedimda internetda qidirdim. Mana kompaniya menimcha zarar ko'radi dedi. Bir. Endi men ochdim, u kompaniya o'zi nima ish bilan shug'ullanadi? Jahon bozorida qanaqa ulushi bor? Nimasi bor? Ketdi, uni ichiga kirib ketasan. Mamti yozib qo'yibdi. Mamnaqa kompaniyalar mamnaqa eksportini bu foizni kamaytirish mumkin degan ma'lumot beradi. Endi birjalarning kotirovkalar ular qatdan xomashyo olyotdi. Ketdi yaqqarab. Misol uchun bittasi Kongodan olayotgan ekan. Kongoni asosiy eksporti 70% dan oshig'i shu metallga bog'liq narsa ekanda. Mana eksport salohiyati shu metal bilan bog'liq ekan. Xo'p, u metal jahon bozoriga tushsa Kongoga qanaqa ta'sir qiladi? Ketdi mashina, ichiga kirib ketaveraman. Mana shunaqa odatim bor. Hammadan shunaqa talab qilaman. Ichiga kir deyman, menga qiziq emas. Yuzaki o'qib berishing meni qiziqtirmaydi. Yuzaki o'qib berish bu o'zing uchun. Menga ichiga kir deyman. Ichi kerak menga. Mohiyati. Qatdan nima deganda vaziyat 20-30 yildan keyin bari ham qaytariladi. Masalan, iqtisodiyotda sikl borda, ko'tarilish bor, yuqori cho'qqisi tushish bor. Ketdi iqtisodiyot sikllari bor. Bari ham qaytadir qaytariladi-da. Tarix qaytariladi. Qaytadir qaytariladi. Nima deganda tarix odam yaratadimi odamzod? Odamzod har doim bir xil xato qiladi. Mana misol uchun 90-yillarning oxirrog'ida jahon uy remontida olamizda. Uy remontida mana esimda bor 97-yil biz domdaligimizda uy remont qilganimizda domni devorlariga lepka yopishtiriladi. Lepka yopishtiriladi ingichka. Keyin o'sha lepkaning ichiga abo'y yopishtiriladi, devori bu yog'i kraskalab qo'yilardi. Hozir shu narsaga qaytdi-da moda. Xuddi shu narsani o'zi qaytdi. Ya'ni o'sha lepka ingichka lepka yopishtiriladi, yana xuddi shunaqa abo'y aniq qilyapti. Faqat oldin devori bu taraflari kraskalangan, o'rtasi abo'y qilingan bo'lsa, hozir devori bu taraflariga ochroq abo'y, ichragiga to'qroq abo'y qilyapti. Qaytariladi-da, boshqa iloji yo'q. Ya'ni odamzod bitta qilgan xatosini yana qiladi. To есть u qilmaydi. Unutilgandan keyingi davr deyla qiladi. Mana bekorga avlodlar o'tishi ana qilmaydi. Aytadiki, qiyin vaziyatda buyuklar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Buyuklar anaqa mamlakatda oyoqqa turg'izadi. Keyingi avlod o'sha qiyinchilikni ko'rib katta bo'lgan avlod bo'lgani uchun ular o'shani saqlab qolishga harakat. Undan keyingi avlod to'qroq bo'ladi. To'qroq bo'lgandan keyin dangasa bo'lib qadriga yetmaydi. Undan keyingi avlod o'sha parakonga olib keladi. O'sha narsa. Xo'sh, shunaqa qilib 0.5 stavkada boshladingiz. 2011-yil. Shunaqa magistraturani bitirgandan keyin ham davom ettirdingizmi? Ha. Magistraturani bitirgandan keyin menga vazirlikka ishga taklif qilishgan. MVS bo'lardi. Xalqaro MVS o'zbek tili hozir. Ministerstvo Внешней экономической связи и торговли bo'lardi. MVS deylardi. Xalqaro savdo iqtisodiy aloqalar. Xalqaro iqtisodiy aloqalar savdo vazirligi. O'sha yoqqa harakat qilganman. Keyin nimagadir endi o'tda uydilarni anaqasi bilan mashta qo'yganman-da, ozgina ishlab turib, karyera qilib, ozgina nima deganda hozir ham shu ahvol, vazirliklar ham davlat staj bo'lsin deydi. Staj bo'lsa anaqa qilsa deb shu bilan qolib ketganman. Keyin ozginadagi ilmiy ish qilaman deganman. Ilmiy ishni ham 14 yil qildim. Bu yaxshimi? Yomonmi? Bu yaxshi. Nima deganda o'zi ilmiy ish 8 oy 9 oyda qilinadigan narsa emas. Misol uchun bir xil ilmiy ish PhD qilyapti-da 8 oy yoki 1 yildan keyin o'sha himoya qiladi. DC ga o'tib ketadi. Himoya qilib bo'lib DC ilmiy ish bo'lgandan keyin meni fikrim endi ozgina tadqiqot bo'lish kerak-da. Mana 3 yil, 4 yilda qilgan bo'lsa, ha bu yaxshi. Biz nimadir qilgan, tadqiqot qilgan, amaliyotdan o'tkazgan. Lekin unaqa tor doira, tor. O'sha aytaman-ku, men 14 yil. Mana 2026-yilda
iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktorini olgan bo'lsam, 2026 yil bo'lsa, ilmiy ish bilan men 2012 yil doktorant anaqa ishga kirgan bo'lsam, energetika bo'yicha 12-yildan beri tadqiqot olib borganman. Xitoy energetikasi bo'yicha. Hamma jabhasiga kirganman. Atom energetikasini o'rganganman. Gidroenergetika, issiqlik elektr stansiyalari, quyosh energetikasini, shamol energetikasini, to'lqinlardan olinadigan energetikani, an'anaviy energiyani o'rganganman. O'zbekistonnikini o'rganganman, an'anaviy energiya manbalarini. Hozir mana shu iqtisodiyot yo'nalishida dars beryapsiz, to'g'rimi? Sizni fikringizcha universitetga kirish, yo'nalish tanlash qanaqadir ma'noda bu ham iqtisodiy qarormi yoki Ha, tushundim. Manfaat. Har qanaqa qaror, qabul qilinayotgan qaror manfaatdan kelib chiqadi. Siz oliy ta'limga kiryapsiz, misol uchun, qaysi yo'nalishga misol uchun iqtisodni tanladingizmi yoki musiqani tanladingizmi, farqi yo'q. Qaysi yo'nalish? Maqsad nima? Mana misol uchun birinchi maqsad daromad ko'paytirish. To'g'rimi? Ya'ni siz oliy ta'lim bitirsangiz, daromadga ega bo'lasiz. Bo'ldi, tushunchani hammamiz bilamiz. Diplom ko'p narsani hal qiladi. Talabadan so'rasa nima deydi? Menga farqi diplom bo'lsa bo'ldi, bitta joyga yaxshi joyga ishga kira olaman deydi. Hamma narsada manfaat yotadi. Manfaat birinchi galda iqtisodiy bo'ladi. Oliy ta'limdan kirishdan maqsad shu iqtisod. Lekin iqtisodiy manfaatni deb turib, o'zi tushunmagan, bilmagan sohaga kirsa, uni tortib keta olmaydi. Bargam odamda nimadadir qobiliyat bo'lish kerak-da. Nimagadir qobiliyat bo'lish kerak. Misol uchun kimdir aktyorlik qobiliyati bor, kimdadir oratorskiy iskutvda oratorlik qobiliyati bor, kimdir gapira oladi-ku. Kimdir boshqa qobiliyatga ega rassomchidir, kim bir xil zamknutiy bo'ladi-yu, lekin ijodi boshqacha bo'ladi. Qobiliyat bor. Agar shu qobiliyat bo'yicha ketsa, agar ota-onasini orzusi bo'yicha ketib, ularning maqsadi bu. Endi конечно, ota-ona qachon nimaga orzu qiladi? Ota-ona ko'p holatda o'zi yetishmagan orzularni farzandida ko'rib, uni yaxshi bo'lsin deb qiladi, lekin bolada qobiliyat bo'lmasa, unda muammo. O'shaning oliy ta'limda meni fikrim ko'pincha farzandni o'ziga qo'yib berish kerak. qaror qabul qilish. Nima deganda, uni qarori u shunga qiziqib keldimi, o'qildimi, u majbur bo'ladi orqaga qayta olmasligini. Bir xil talabalarga biz ham aytamiz-da, ota-onangiz senga shuncha kontrakt to'lab o'qityapti. Bo'ladi-da, bola o'qimaydi. Desak, bir xillari aytadi-da, men o'zi boshqacha yo'nalish xohlagan edim. Men o'zim xohishim bilan o'qimayman. Bu bola ketdi. U bola diplom olgani bilan, agar olingan diplom maqsadli bo'lmasa, foyda bermaydi. Unda foyda bermaydi. Jamiyatda oliy ma'lumotli bitta ishsiz paydo bo'ladi. Shu. O'zi yoshligingizda o'qish va pul masalasiga qanaqa qaragansiz? Endi Xudoga shukr, puldan qiynalmaganman yoshligimda. Nima deganda, adam yaxshi topardilar, Xudoga shukr. Qani ham yomon emasmiz, sharoitimiz yaxshi-yu. Endi bargam pulni qadrini qachon bilasiz? Pulni qadrini o'zingiz oila qilib ro'zg'or qilganingizda bilasiz. Ana oila ro'zg'or bu g'or deydi-ku. Ya'ni ro'zg'or boshlanganda pulni haqiqiy qiymat shakllanadi. Ma'lum bir xarajat bo'yningizga tushganda pulni qiymati o'shanda shakllanadi. Misol uchun bir xil bolalar aytadi, o'zim kontrakt to'lab, o'zim qilyapman, o'zim. Значит, unga tushdi уже, yukiga tushdi. Uni bilmaydigan odam bilmaydi-da. Misol uchun men kirayotganimda yana qaytaraman. Men pul deb qiziqib kirmaganman. Men bitta chinovnik bo'laman. Takoy. Men mashina olib borib keladi.
deb o'ylaganman-da. O'ylamaganman, orzu qilganman uni. Endi nasib qilgani-yu, chinovnik ham keyin bilsak, ayrim chinovniklarga aylanib ham kelishdiki, mayli endi keyingi masala. Lekin mana shunaqa. Uni bo'yinga tushganda bilasiz. Bu tanlashimdan maqsad, birinchi maqsadim o'zim anaqani yaxshi ko'raman, siyosatni yaxshi ko'raman. Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyotini tanlashim, keyin MBA bor, Международный экономическое отношениyalar bor. Bularga qiziqishim maqsad, men siyosatni juda yaxshi ko'raman. Men siyosiy jarayonlarni kuzatib boraman. Misol uchun kecha Si Zinpin Putin bilan uchrashdi, undan oldin Tramp bilan uchrashdi. Tramp bilan necha foizli qanchalik shartnomalar tuzildi dedi, Putin bilan qanchalik shartnomalar tuzildi. Jahon bozorida u qancha ta'sir qilyapti deb, bu qancha ta'sir qilyapti. Nimaga ikkinchi gaz potokka Rossiya bilan muhokama qilindi-yu, lekin qaror qabul qilinmadi. Lekin Tramp Eron masalasida kelishuvga erishib, Tayvanni zamorozit qilish, ya'ni qurol yarog'ini yetkazib berish to'xtatib qo'ydi. Orqasidan Xomayniy yangi oyatullah, Eron oyatullasi biz hech kimga uran bermaymiz deb turib oldi. Nimaga bu omillarmi? Siyosat qiziq-da, siyosat o'zim siyosatchi bo'lmasam ham siyosatni kuzatib boraman. U global iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Shuning uchun jahon iqtisodiyotini o'rganaman desangiz yoki jahon iqtisodiyoti bo'yicha qanaqadir bilim ko'nikmaligiga ega bo'laman desangiz, siz birinchi galda bilishingiz kerak bo'lgan yo'nalishlar bor. Birinchi yo'nalish bu tarix. Iqtisodiy tarix. Tarix o'zi umuman o'rish kerak. Keyin iqtisodiy ta'limotlar tarixi degan fan bo'lardi oldin. Hozir ko'p universitetlarda eshitmadim bu ekan. Ya'ni iqtisodiy ta'limotlar tarixi bu har bitta iqtisodiy ta'limotda paydo bo'lishiga ta'sir qilgan omillarni o'rganadi. Misol uchun biz zamonaviy iqtisodiyotni boshlayotganimizda biz merkantilistlarni aytamiz. Merkantilist. Tabiatan hammamiz merkantilistmiz. Misol uchun kim pulni yomon ko'radi? Pulni yomon ko'radigan odam bo'lmaydi. Agar boy odam men ham pulni yomon ko'raman desa, yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Ana o'tkir yetadi-ku, pul kerak, pul dedi-ku, merkantilist. Nimaga paydo bo'ldi? Ispaniya nimaga uni buyuk geografik kashfiyotlardan keyin paydo bo'ldi merkantilizm? Sababi Ispaniya bo'g'ilib qolgan edi, siqilib qolgan edi. Ispaniyaga buyuk Ipak yo'lidan keladigan xomashyo juda qimmat kelish boshladi. U payt Venetsiya respublika edi alohida. Venetsiya o'rtadagi bojlarni oshirib tashadi. Yana bitta buyuk geografik kashfiyotlar paydo bo'lishiga sabab Temuriylardan keyin Markaziy Osiyoda mayda-mayda xolliklar, hududlar bo'linib ketgandan keyin har bitta hudud Xitoydan to Yevropaga keladigan mahsulot, matoni bor, Ipak yo'li bo'yicha kelgan mahsulotni har xil soliqlar qo'yib tashadi. O'zicha, har bitta o'zining soliq. Ana o'shandan keyin qaroqchilik ko'payib ketdi Markaziy Osiyodan o'tadigan yo'lda. O'zidan o'zi bo'lmadi. Mana shu omillarning ta'siri, boshqa omillar, qo'shimcha nizolar, yaqin sharqdagi qarama-qarshiliklar ularga majbur qildi. Yangi yo'l qidirishi, Hindistonga deb borib ana qilishdi-ku, yangi yo'l qidirishni majbur qildi-da. Majbur qildi. Shundan orqasidan bir-biriga bog'liq bo'lgan. Ha, qarang-da, anaqa davrga qarang, mana Amir Temur nimaga Amir Temur davrida ham Amir Temur bosgan yo'lini qara. Hammasi Ipak yo'li. Hammasi koridor. U payt yuqori qism, misol uchun hozirgi Rossiya hududlari unaqa aktual emas edi. Aytadi-ku, Amir Temur Moskvaga borib bosolmay qaytib kelgan deydi, to'g'rimi? Moskva botqoqlaridan qaytgan, o'rslar aytadi, Rossiya Moskva botqoqlaridan qo'rqib qaytgan. Yo'q, u qo'rqqandan qaytmagan, unga qiziq bo'lmagan u joy. Ya'ni savdo hub sifatida anaqa uchun nima edi? Temur uchun qiziq bo'lmagan. Unga buyoq qiziq bo'lgan. U payt o'tilib boy bo'lganda. Bitta yo'li ana Xitoy o'zidan keladigan, bittasi Hindistondan keladigan yo'l. O'shaning uchun Yevropa mamlakati qidirdi, alternativa qidirdi-da, keyin
dengiz orqali borishi fikrga kelishdi-da. Bu keyinchalik teskari ta'sir. Bu keyinchalik Markaziy Osiyoni hududidagi davlatlar o'sha paytda keyin misol uchun Temuriylardan keyin Temuriy shahzodalar bo'linib ketdi, keyin Shayboniy xon keldi. Shayboniy xondan keyin Safaviylar Eronni ma'lum bir davr ta'sirida bo'ldi. Keyin xonliklarga bo'lindi, keyin bo'lib ketdi hududlar. Orasida Eronning ta'sirida bo'lgan Kavkazni, Eronning shimoliy qismi, hozirgi Rossiya janubiy qismidagi Kavkazlar, hozirgi Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston, bular Eronning hududida Rossiya imperiyasi ularni bosib oldi. Bular zaiflashdi. Nima deganda o'tdan keladigan kapital daromad yo'qolib qoldi. Yo'qoldi. Shundan bitta merkantilistlarni buyuk geografik kashfiyotni merkantilistlarga ta'sirida. U hali ketdi, yana ketamiz biz. Lotin Amerikasida tilla buni topilgani, misol uchun anaqalarda, paxotlarda tilla topildi, keyin tillani ular metal sifatida, oddiy metal sifatida qarardi ular. Maya qabilalari o'sha tilla abutda Yevropaga tilla qayerdan kelardi? Yevropaga tilla asosan o'sha anaqa orqali kelardi. Ipak yo'li orqali. Ular tayyor tilla anaqasini topdi. Medganda Afrikadan kelardi tilla, ipak yo'liga qo'shilardi. U ham O'rta Yer dengiziga chiqardi, ipak yo'liga kelib qo'shilardi tilla. Ularga tayyor tilla paydo bo'ldi. Shu bilan ketdi, bitta teoriya shakllandi. Smithning teoriyasi nimaga paydo bo'ldi? Davlat aralashuvini nima deganda bu yerda Ost-Indiya kompaniyasini sabab qilish kerak. Nima deganda Ost-Indiya kompaniyasi shunaqa kuchayib ketdiki, u davlatning ichidagi davlat bo'lib qoldi. O'zining armiyasi bo'ldi, u bo'ldi. Davlat unga majburiyatlar yuklavergandan keyin ular Smithning nazariyasiga o'tib oldi. Davlat aralashmasa, biz soliq to'laylik bo'ldi-da, bozordagi ichki muammoni o'zimiz hal qilamiz dedi. Hammasida omil bor-da. Omil bor. Yana bitta narsa bu jahon iqtisodiyotini o'rganish uchun kerak bo'ladigan yana bitta omil bu o'rtoqlar iqtisod nazariyasi. Makro iqtisodiyot, mikro iqtisodiyot. Ya'ni korxona darajasida, davlat darajasida iqtisodiy tahlillar qila olmasangiz, jahon iqtisodiyotini o'rgana olmaysiz. Keyin xalqaro iqtisodiyotni bilish kerak. Jahon iqtisodiyoti bilan xalqaro iqtisodiyotni bir xilda ko'pchilik qabul qiladi, yo'q. Jahon iqtisodiyoti boshqa, xalqaro iqtisodiyoti boshqa. Xalqaro iqtisodiyot davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni o'rganadi. Jahon iqtisodiyoti jahon mamlakatlarining iqtisodiyotini o'rganadi. Davlatlar o'rtasidagi. Jahon mamlakatlarining iqtisodiyotini o'rganadi. Qani jahonda qanaqa ta'sirga ega? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari jahonda qanday ta'sirga ega? To'g'ri, jahon iqtisodiyoti kengroq ma'noda. Xalqaro iqtisodiyot bu sal torroq ma'noda, savdo-iqtisodiy munosabatlar. Ko'p holatlarda xalqaro iqtisodiyot jahon iqtisodiyoti ichida yotadi. Misol uchun biz aytamizki, iqtisodiyotning ichida moliya yotadi deymiz-ku. To'g'rimi? Moliya faktiski moliya alohida bo'lishi kerak, lekin iqtisodiyotning bitta tarmog'i o'z tegida. Deymiz-ku, xuddi shunaqa. Keyingi yana bir narsa bu statistika, mana moliya deganga bu statistika. Statistika bilan ekonometrikani bilmasangiz qiynalasiz. Statistika iqtisodchi sifatida. Jahon iqtisodiyotini bilmoqchimisiz? Ekonometrika bilan statistikani bilishingiz shart. Statistika mamlakatlar to'g'risida ma'lumot beradi, uni qiyosiy tahlil qilishingiz kerak. Ekonometrika shu qiyosiy tahlilingiz samaradorligini beradi. Misol uchun prognozlar berish mumkin, boshqa qilish mumkin. Qonuniyatlarni ko'rish kerak. Tartiblari bor-da ekonometrika. Misol uchun, men ham tan olaman, men ham ekonometrikadan zo'r odam emasman. Nima deganda, mana ekonometrikani biladiganlar men juda qattiq hurmat qilaman. Men o'z yoshligimda matematikani yomon ko'rardim, hozir ham sevmayman-ku. Murakkabda. Ekonometrika bu murakkab. Tem bo'lib o'tdi ham iqtisodiyot, ham matematika. Ekonometrika bu murakkab. Yana bitta fan bor, uni ham bilish kerak. Bu sotsiologiya. Jamiyatniki. Nima deganda, sotsiologiya nima kerak? Sotsiologiya bu jamiyat. Siz jahon bozori ham, ichki bozoringiz ham kimga yo'naltirilgan?
Siz bilan menga yo'naltirilgan, biz iste'molchiga yo'naltirilgan. Iste'molchi anaqasi boshqacha-da. Misol uchun qo'pol taqqoslaymizda. Mahsulotda, bitta mahsulotni olaylik. Mana O'zbekiston bozorida eng qimmat mahsulotlardan bittasi hozir nima? Bu go'sht. Kilosi, misol uchun, lahm go'shti kilosi 160 ming. Bozorda. Mol go'shti. Mol go'shti, qo'y go'shti. Men O'zbekiston bozoriga alternativ sifatida, misol uchun-da, O'zbekiston bozoriga alternativ sifatida cho'chqa go'shtini olib kirsam, necha foiz odam uni sotib oladi? Nima ta'sir qilyapti bu yerga? Iste'molchilarning qadriyatlari. Siz uni bilmasangiz qayerdan uni aniq qilasiz? Lekin bozorlar bor-ku uni iste'mol qiladigan. Misol uchun bizning an'anaviy iste'molimizda tovuq go'shtini anaqasi yuqori emas edi oldin. Haligacha katta yoshlilar tovuq go'shti yemaydi, oddiy go'sht olib kelsanchi undan ko'ra deydi, to'g'rimi? Tovuq go'shti yemaydi-da, misol uchun. Lekin hozirgi yoshlar tovuq go'shti yeyapti-da. Bizning iste'mol madaniyatimiz o'zgaryapti. Nimaga uni yeyapti yoshlar? U arzon. Sizni sotib olish qobiliyatingizga, bozorga sizni asosiy iste'molchi kim hozir? Asosiy mehnat resursi kim hozir bozorda? O'sha yoshlar-da. Ular sotib oladi mahsulotni. Bo'ldi, siz uni o'rganishingiz kerak. Formal va noformal institutlarni ajratib olishingiz kerak. Men aytaman-da, o'zimga nazariya yasab, o'zimcha yasab olgan narsam bor. Formal institutlar bu yozilgan qoidalar bo'lsa, noformal institutlar bu yozilmagan qoidalar. Qanchalik jamiyat yozilmagan qoidalarga rioya qiladigan bo'lsa, shunchalik u yozilgan qoidalarni siqib chiqarib yuborishi mumkin. Misol uchun, ertaga hayit bayrami, to'g'rimi? Nimaga bizda hayit bayrami dam olish kunida, misol uchun qaysidir bitta davlatda u dam olish kuni emas Yevropada. Nimadan kelib chiqadi? Qadriyatingizdan, diniy e'tiqodingizdan kelib chiqadi. Aholining asosiy qismi musulmon bo'lgani uchun, islom diniga e'tiqod qilgani uchun, ular uchun nima? Bayram. O'sha kuni bozorga qanaqa mahsulot chiqadi? Hayitli mahsulotlar, bo'g'irsoq chiqadi, qush tili chiqadi, talqon chiqadi, to'g'rimi? Bozor nima qiladi o'sha payt o'shanga? Ixtisoslashadi. Misol uchun, uyga borsangiz ham uyda aytishadi. Margarin olib kelib ber, u olib kelib ber, yog' olib kelib ber, Misol uchun, nega desa bo'g'irsoq qilaman, qush tili qilaman. Qolgan payt misol uchun bir xil yog' turlarini aytishmaydi, ya'ni kosada sotadi-ku ko'chada, eritilgan yog'ni bunday kosa qilib qo'yishadi. Kosaga qilingan eritilgan yog' bo'ladi. Bo'g'irsoqni ishlatishadi. Qolgan payt konditor olmasa, siz olmaysiz. O'sha payt sotiladi. Bu Sumalak ham shunaqa. Sumalak misol uchun. Sumalakning hozir o'sha sezoni chiqdi mana. Qo'yiladi. Endi halimni qoldirdik. An'anamizga Medgandunda go'sht bor edi. Men esimda bordi. Adam bilan ertalab turardik. Akmallik hozirgi Uchtepa hokimiyati bor oldingi Akmallik Ikrom. O'sha yonda park bor. Hozir yopildi, menimcha park ishlam. O'sha park ichida halim qilardi. Halim qilardi. Biz ertalab Navro'z kuni 21 ertalab borib halimni o'chirib turib olardik shu yerda. Oldin anaqalarda sotmas edi halim. To'yib bozorda talab borki, u nimaga aylanib qoldi? An'anaviy iste'mol vositamizga aylanib qoldi. Norin. Norin qachon yelardi oldin? Faqat yangi yillar. Yangi yilda yelardi. Qishda yelardi, kun sovug'ida yelardi. Norin faqat nimadan qilinardi? Otli go'shtdan qilinardi. Ya hozir boshqasi ham bor, mol go'shtidan. Mol go'shtidan qiladi-yu. Ahli nimaga bozorda talab bor-da? U talab nimaning asosiga shakllandi? Iste'molchining talabidan kelib chiqibmi? O'shaning asosida shakllanib bo'ldi-da. Shuni o'rganish kerak. Uni o'rganish kerak. Qadriyati bo'ladi, tarixi bo'ladi. Tarixi shuni o'rganish kerak. Keyin yana bitta narsa bor. U kerakli narsa tilni bilish kerak. Tilni bilish kerak. Ayniqsa hozirgi kunda ketayotgan hujjatlarni juda ko'pchiligi, manbaning juda katta qismi, internet manbalarimi bu ingliz tili. Bu ingliz tili. Tilni bilish kerak. Tilni bilmaslik hozir kunda uyat. Sertifikatsiz ham olaverasizlarmi, kirsam bo'ladimi degan savolni berish
Ya, endi bakalavr yo'nalishga sertifikatni manimcha talab qilish qiyin masala. Nima deganda, uning uchun maktab ta'limini ko'rish kerak-da. Bizda tan olaylikda, maktab ta'limida bor-da muammolar. Muammolar bor. Bu magistraturada ham unda ham sporniy momenti bor. Misol uchun, magistratura hamma yo'nalishi ham, meni fikrim, til sertifikati bo'lishi shart emas. To'g'ri, mana iqtisodiyotga qo'ysa bo'ladi, e'tirozim yo'q. Hozir buni ko'rgandan keyin ayrimlar norozi bo'lishi mumkin meni gapimga. Lekin jahon iqtisodiyoti bu manbalar hamda aniq zamonaviy tandirdan issiq chiqqan ma'lumotlar. Ularni asosan ingliz tilida beradi. Qachon tarjima bo'lar ekan deb kutyapmiz. Ha, qachon uni misol uchun hozir to'g'ri tan olish kerak, ChatGPT kopirovat stavit qilsangiz o'zbek, lekin o'sha manba sizga kerakligini bilishingiz kerak-ku. Ingliz tilida yozilgandan keyin o'sha manba aynan siz uchunligini bilishingiz kerak-ku. O'zingizcha qo'yib aniq qila olmaysiz, til kerak. Qanchalik til ko'p bilsangiz, shunchalik yaxshi. Misol uchun o'zbek tilidan tashqari rus tili, mana anaqa rus tilini anaqa deyishligi mumkin, nima deydi? Hozir kungacha kuchayib ketyapti, anaqa tanqidiy yo'nal anaqa rus tili bo'yicha, lekin rus tili hozir kunda O'zbekiston uchun, mehnat resursi uchun muloqot vositasida. Uni ham tan olishimiz kerak-da. Mehnat resurslarimizni muloqot vositasi, shuning uchun uni ham bilish kerak. Asosiy manba, asosiy urg'u bergan xalqaro tilga berilishi kerak. Ingliz tiliga. Qolgan tillari o'zingizni xohishingiz. Hali arabiyami, zaboni forsiymi? Farqi yo'q. So'ramoqchi bo'lgan narsam ta'lim. Sizni hayotingizda eng ko'p nimani o'zgartirdi? Shu o'qish. O'qishmi, ishmi? Yo'q, o'qish, ta'lim. Ta'lim tizimimi? O'qib yurgan paytim nuqtai nazaridan. Nima, universitetga topshirdingiz, bakalavr, magistraturani o'qidingiz. Dunyo qarash o'zgartiradi. Dunyo qarash, misol uchun, oliy ta'lim dunyo qarashingizni juda keng qilib qaysi ma'noda? To'g'ri, maktabda ham bo'ladi, lekin oliy ta'limda siz birinchi galda turli odamlar bilan gaplashasiz. Nima deganda, maktabda sizni sinfdoshlaringiz mahalladoshlar bir xil qolipda keladi-da. Misol uchun, 1-sinfdan to 11-sinfgacha bir xil qolip bilan kelasiz. Qolip o'zgarmaydi. Mahalladoshlar bo'lishi mumkin. Uzoqqa bormaysiz demoqchiman-da. Oliy ta'limda o'sha har qayoqdan keladi. Har qayoqdan keladi. Har qanaqa fikr bilan keladi, har qanaqa dunyo qarash bilan keladi, har qanaqa tushuncha bilan keladi. Ularga moslashishingiz kerak-da. Dunyo qarashingiz ancha keng anaqa bo'ladi. Misol uchun an'analar, urf-odatlar bor-da o'zini. Shularni o'zi ham ancha sizni nima deydi, juda tor doirada katta bo'lganingizni ko'rsatib qo'yadi. Juda ham tor doirada katta bo'lganingizni ko'rsatib qo'yadi. Juda keng yordam beradi. Birinchi galda oliy ta'lim sizga mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatadi. Tim bo'li agar uydan uzoqda o'qisangiz. Tim bo'li agar siz uydan uzoq chet elda bo'lsangiz bor. Pulingiz qolmasa bor. Siz bu yerda ada salom pul tamom gap bor edi-ku, dada salom pul tamom deydik. Bu yerda ota-onangiz yoniga bora olasiz, jigarlaringiz uyingizdan uzoqda chet elda musofirga bo'lsangiz, u vobshe sizni hayotni sharhlaydi. Men misol uchun mana haqiqiy ekonomist qilgan narsa meni chet elga chiqishlarim bo'lganda. Qaysi davlatlarga? Xitoy. Bu endi 4-5 ta davlatlar bor, eng ko'p chiqqani Xitoy bo'lgan. Xitoy yomon charxlaganman. Juda yomon charxlagan. O'tda men haqiqiy inflyatsiyani mohiyatini his qilganman.
pulni qadrini tushunganman. Misol uchun O'zbekiston bilan o'rtaqasini. Pulni qadri qay darajada bo'lishligi aholini sotib olish qobiliyatiga qay darajada ta'sir qilishini ko'rganman. O'tni ko'rganman. Shuning uchun ko'p narsaga yordam beradi. Tem bo'li, keyin siz oliy ta'lim ichida ishlagan saringiz har xil odam bilan muloqot qilasiz, har xil odam bilan gaplashasiz, o'shalarga moslashasiz ham. Misol uchun talabalarim qaysi viloyatdan kelganini bilsam, unga nimadir tushuntirish uchun o'shani katta bo'lgan hududiga, yashagan hududiga ixtisoslashga harakat qilaman. Iloji yo'q, unaqa qilmasangiz bo'lmaydi. Medganda o'sib boryapti. U agar sizga ixtisoslashaman desa, ixtisoslasha olmaydi. Darajasi to'g'ri kelmaydi. Lekin siz uni qo'lidan tortib olib chiqishingiz kerak o'sha haqqa. Siz unga u sizga ishonib qo'lini berish kerak-da. To'g'ri, shu deb ishonch hosil qilish kerak. U boshqa narsa u. Men o'zim yaxshi tarbiyachiman deya olmayman. Misol uchun endi bo'ladi-ku, qattiq qo'l, anaqa tarbiyachilar bo'ladi-ku. Men o'zim unaqa qattiq qo'l ham o'qituvchi deya olmayman. Uni endi talabalar biladi anaqasini. Lekin siz boshqa anaqalarda bilmayman, ta'limda, lekin ancha o'zgarasiz. Ya'ni siz moslashuvchan bo'lib qolasiz. Muhitga siz moslashasiz. Muhit sizga moslashmaydi. Elastikroq bo'lib qolasiz-da. Shu ta'lim shuni beradi. Agar hozir yana qaytadan abituriyent bo'lib qolsangiz, shu universitet tanlashda birinchi bo'lib nimaga e'tibor berardingiz? Hech o'ylamagan ekanman, lekin hozir birga o'ylaymiz buni. O'ylab ko'ringiz, tasavvur qiling, yana abituriyentsiz hozir mana. Endi qarindoshlarim orasida ham, tanish bilishlar orasida ham har xil soha vakillari bor-da. Mana gap bor, har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi deydi. Misol uchun любой odam aytadi, men hozirgi kasbimni tanlamagan bo'lardim deydi ko'pchilik. Men qiyinchiligini biladi-da. Endi unaqa baho berish uchun o'sha kasbni bir aniq ko'rish kerak. Misol uchun, agar menga yarim bir marta imkoniyat berilganda edi, misol uchun, yo tarix tanlardim, yo meditsinani tanlardim. Yo'nalish aytasiz. Nimasiga e'tibor berardingiz universitet tanlovga? Shu yo'nalishingiz bo'lsa bo'ldi, to'g'ri? Yo'q, uni qanchalik bozordagi o'rniga qiziqardim. Endi biz paytimizda unaqa narsalarga qarilmas edi. Men deganda hozir xususiy universitetlar chiqib ketgandan keyin reyting degan narsa paydo bo'ldi. Universitet reytingi, jamiyat o'rtasidagi obro'si, misol uchun nomlanishi, mana universitet, bu mana universitet, o'shanga qarab kirilyapti-da hozir. Ya'ni oldin ham xuddi shunaqa edi. Lekin davlat universitetlarning farqi shunda ediki, ular biz paytimizda unaqa xalqaro anaqalar yo'q edi. Ko'pchilik chet elga borib o'qiyman degan tushuncha yo'q edi. Misol uchun, men ham sharqshunoslikka kirganimdan keyin o'shalarni sharqshunoslik institutining programmasi asosida hozir universitet. Shu sharqshunoslikka programmasi asosida har yili chet elga bolalar o'qishga ketishini bilganman. Ungacha bilmas edim-da. Misol uchun 90% bola uchun bu yengillik bo'lgan. 90% bola uchun bu yengillik bo'lgan. Biz bilmas edik. Hozir talaba nimaga qaraydi? Xalqaro munosabatlarga qaraydi. Misol uchun work and travel bor, mana. Bizning universitetda ham work and travel bor. Work and travel bo'yicha hamma universitet taklif qilmaydi. Work and travel bo'yicha hammasi ham sharoit yaratib bermaydi. Shuning uchun ham bu yoqqa kirayotgan bola biladi, work and travel bo'yicha misol uchun Yevropaga viza olishni biladi. Bola bu yoqqa kiradi, work and travel bo'yicha ham o'qiydi. Men 3 yil mobaynida, men 4 yil mobaynida ekan. Yo'q, 3 yil ekan. 3 yil mobaynida u work and travel bo'yicha har yili Yevropaga borib ishlab, ham kontrakt pulini yig'ib keladi, ham Yevropani ko'rib aylanib kelishini bilgani uchun nima qiladi? Intiladi. O'zi qarasangiz,
umuman internetda bizadan boshqa hech kim work-and-travel Yo'q, taklif qilgan. taklif qilmaydi. To'g'ri. Bo'lishi mumkin, lekin Singapurskiylar ham berishi mumkin, lekin ular unaqa aniq bermaydi. Singapurskiy prosta sizga yo'nalish taklif qilishi mumkin. Misol uchun, men eshitganim, Singapurskiyni eshitganman. Lekin bu tibbotga o'xshab turib sizga aniq ishni topib bermaydi. Bu yaxshi tarafiga aniq ish topib beradi. ketishingizdan oldin shartnomangiz bor. Siz aniq asoslangan joyga borasiz-da. U yoqqa borib olib kelgan Marat aka yoki mana shunaqa tushuncha bo'lmaydi. To siz bilasiz, o'sha yoqqa borganingizdan keyin tem bo'lib sizga odam biriktirib qo'yiladi. Mas'ul o'qituvchi biriktirib qo'yiladi sizga. Koordinator deydimi? Koordinator biriktirib qo'yiladi. Mas'uliyat-da u. Bu katta narsa. O'shaning uchun hozir juda ko'p narsasiga qarasa bo'ladi. Tem bo'lib Yevropaga chiqish hozirgi kunda ancha qiyinligini hisobga oladigan bo'lsak, universitetlar programmalarida ham hozirgi vaziyat, misol uchun bot berayotgan vaziyatda bu zo'r desa bo'ladi-da. Zo'r ko'rsatkich desa bo'ladi. Shu men agar hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, xalqaro munosabatlarga qarayman. Shu xalqaro munosabatlari aynan shu sohalarda. Sizga mana shu o'qish davomida, talabalik davomida eng katta ta'sir qilgan o'qituvchi bo'lganmi? Fallaganmi? Yo'q, falladanmi yoki shunchaki o'sha kafedrada ishlagan o'qituvchimi? Sizga o'sishingizga katta. Yo'q, bo'lgan, unaqalar bo'lgan. Misol uchun shu Milliy universitet payt Toshkent davlat universiteti bo'lgan payt Toshkent gosударственный universitet Tajguni shu paytda dekani bo'lgan, keyin adashmasam ozgina prorektor bo'lgan Tilmi Sattarovich bor edi, rahmatli. Tilmi Sattarovich juda katta odam edi, arab mamlakatlar bo'yicha iqtisodchi. Mana shu odamni neft omili degan fani bor edi. Jahon iqtisodiyoti neft omili degan fani bor edi. Ana shu fani meni energetikaga qiziqtirgan. Mana shu odam fani qiziqtirgan. 4-kurs, 1-semestrda o'tdi. Shu odamni o'zi qiziqtirgan. Shu odamni gapirib berishlari, u hayotidan gapirib berardi. Misol uchun Suriyada sovetnik bo'lganlari, o'tda yurganlari, arabist bo'lgan-da. Shulardan gapirib berardi, arab davlatlarida. Mana shu odam, shu domlani rahmatli professor Tilmi Sattarovich. Tilmi Sattarovich fani mana energetikaga qiziqtirgan. Mani yetaklab qo'limdan anaqa qilgan odam bu boy aytganimdek Bibisar opa. Sadibek Bibisar Japarovna juda meni Xitoy iqtisodiyotini ichiga olib kirgan ustozim u odam. Bibisar Japarovna. Yana bor edi, bunaqa ustozlar ko'p edi. Biz yana ishlagan bitta ustozim bu meni Xitoy madaniyatiga chuqur olib kirishga, an'analarini, tahlilini olib borishga olib kirgan odam bu Karimova Natalya Ivановna, professor. Karimova Natalya Ivановna bu odam Amir Temur davrida Xitoy bilan diplomatik munosabatlar bo'yicha ilmiy ish qilgan. Uni ustozi bor. Hajayev Ahad aka. Ahad aka juda kuchli kitayvet olim hisoblanadi. Bular ta'sir qilgan menga. Menga ta'sir qilgan o'qituvchilar juda ko'p. Misol uchun til bo'yicha ham Xitoy tilini o'qitganlar ham yoki Xitoy tilida ishlab yurgan paytimda menga kuchli ta'sir qilgan odamlar bor. Misol uchun Jasur aka Ziyo Muhammedov professor. Hali ham sharqshunoslikda. Kuchli aniq qiladi. Endi teng qurralarimdan men havas bilan qaraydiganlarim ham bor. Misol uchun Ochilov Ozod. Xitoy tili bo'yicha. Tilshunosmi shunda? Ular tilshunos, ammo undan oldingilar tarixchi anaqa iqtisodchi odamlar. Ulardan keyin mana sotsiologiyani Andrey aka Sharapov Andrey aka sotsiologiyadan kirardi. Keyin biz birga kafedrada ham ishlagan. Mana Andrey aka Sharapov menga sotsiologiyani
qiziqtirib ochib bergan odamlardan bittasida. Ko'p hozir ayrimlarni eslolmayapman, xafa bo'lib qolishmasin, bunaqalar ko'p. Endi men hozir sanab berganlar hammasi bular bilan birga ishlaganmiz. Bitta kafedrada ishlaganmiz yoki bitta fakultetda ishlaganmiz. O'zingiz talabalaringizni ichida nima deb o'ylaysizmi? Bahosidan bilinadimi yaxshi talaba yoki Yo'q, savolidan? bilimidan bilinadi. Bilimidan. Berayotgan savolni qanchalik to'g'ri berayotganini. Shu talabalar ichida mana boshida oddiy tuyulib, oddiy ko'rinib yoki yaxshi o'qiy olmay, yaxshi o'zlashtira olmagan, juda qiynalganda, o'sha sizni fanningiz bo'ladimi, boshqa fanni bo'ladimi olib ketishga qiynalgan, keyinchalik zo'r bo'lib ketganlari bormi? Bor. Bormi? Kimlar ular? Endi ism familiyasi bo'lmasa ham o'zi. Yo'q, bor. Qanaqa ketgan? Bor. Misol uchun bitta talabam bo'lardi. Men o'zim Xitoy iqtisodiyotidan dars berardim-da. Xitoy iqtisodiyoti yoki iqtisodiy rivojlanish modellari degan fan bor. Iqtisodiy rivojlanish jahon iqtisodiyotida iqtisodiy rivojlanish modellari bor. Har bitta mamlakatda iqtisodiyot rivojlangan bitta bola bo'lardi, qiynalardi, iqtisodiyotga qiynalardi, anaqa qilardi. Lekin yaxshi komik bo'lib ketdi. Komik bo'lib ketdi. Boshqa jabhadan ketdi yoki bitta talabam bo'lardi, siyosatda o'qirdi. Iqtisodiy deb anaqa siyosatda o'qirdi. Siyosatda ularda iqtisodiy diplomatiya degan fan bo'lardi. Iqtisodiy diplomatiya degan fanni bizda Alibek Yo'ldashev Alibek o'zimning shogirdim, keyin shu bilan birga ham ishladikda. Shu anaqa bilan Yo'ldashev Alibek o'sha debda bola bo'lardi. Iqtisodiy diplomatiyada rosa qiynalardi. Kelib atrobotkalar topshirib ketaverardi haliga. Juda qiynalib anaqa qilardi. Hozir u shu bola chet elda pasursa ishlaydi. Endi qiynalgan yo'nalish. Endi qiynalgan yo'nalishda ishlaydi. Iqtisodiy diplomatiya bu iqtisodiy diplomatiya bu siyosat tegida yotgan anaqada iqtisodiyot. O'sha bo'yicha ishlaydi. Bo'ladi, unaqalar bo'ladi. Ular keyinchalik eshitasiz. Yo'q, mana o'qirdi-ku, shunaqa bo'lib ketibdimi deysiz keyinchalik. Ular keyin ochiladi. Lekin dangasasi o'sha dangasaligicha qovra. Aytolmanki, qobiliyat, men bilim bildi degani shu soha bo'yicha ketadi degani emas bariga. Misol uchun men har doim aytaman, siz maqsadingiz nima? Maqsad to'g'ri qo'yib oling. Sizga bu diplom olganingizdan keyin maqsad nima? Bola aytadi, azaka deydi, bakalavr bitirgandan keyin deydi, magistraturaga topshirib. Nima qilasan magistraturaga topshirib deydi. Maqsad nima? Ortiqcha xarajat, to'g'ri tan olaylik-da, kontrakt. Ortiqcha xarajat nima qilasan? Maqsad nima? Maqsad bilib olish kerak. Davlat strukturasida lavozimlarda ishlab ko'tariladigan bo'lsang, u qaysidir plankagacha magistratura shart emasdir, misol uchun. Nima qilasan xarajat qilib? Yo, ilm yo'ldan ketaman, ta'lim tizimida desa, unda boshqa gap. Mana ishda o'qi, mana ishlash o'tdi. Maqsad bo'lish kerak. Bular o'ylaydiki, shu ish qilsam boyib ketaman. Yo'q. Uni boyib ketishingizga sabab bo'lish kerak. Sabab bo'lmasa qatdan siz boyiysiz. Mana bu ota-onalar so'rashadi-ku, universitetga topshirayotganda nima deydi? Diplom o'tadimi degan savol juda ko'p berishadi-ku. Endi xususiy universitet bo'lgani uchun, bizning universitet. Aslida ular nimadan qo'rqadi? Nimaga unaqa savol? Yo'q, shuncha to'lagan kontraktida bolasi ishsiz qolib ketishidan qo'rqadi. Bu tabiiy narsa. Lekin bir narsani tushunish kerak-da. Agar nostrifikatsiya berilgan bo'lsa, yoki litsenziya berilgan bo'lsa universitetga, shu litsenziya bo'yicha qabul qilayotgan bo'lsa, bo'ldi, u o'tadi. Bizda ikkita muammo bor. Endi bosqichma-bosqich muammolarni hal qilamiz, lekin muammo hali ham. Bizning yuridik savodxonligimiz past. Bizning moliyaviy savodxonligimiz past. Agar bu muammolarni hal qilmasak, biz shu anaqa ko'ramiz.
shunaqa savolni beraveramiz. O'zi qattiq yomg'irdan keyingi qo'ziqorin emas-ku oliy ta'lim ham. O'zidan o'zi ololmaydi, u ruxsat olishi kerak. Qabul ertaga keladi, aytadi, kechirasan deydi. Qatdan sen bunaqa universitet o'qib qolding deydi. Hujjating bormi deydi. Bizda prosta ko'nikma yo'q. Ko'nikma yo'q. To'g'ri, xususiy universitetlar ko'payib ketdi oxirgi payt. Lekin bozorda talab borligi uchun ko'paydi. Talab borligi uchun ko'paydi. Talab bo'lmaganda ular ham ko'paymas edi. Medganda davlat universitetlariga talab yuqori edi, raqobatchisi yo'q edi, ular o'zi belgilardi. Hozir endi raqobatchisi bo'lgandan keyin davlat bola biladi, davlat universitetiga kira olmasam chasniga kiraman deydi. Lekin afsuski chasnilarda bitta narsa bor, keyinchalik bo'ladigan narsa, hozir uni nima deydi, birinchi bosqichda menimcha qiyin masala yo'q. Chasni universitetlar ham imtihon bilan olgan taqdirda ham bargam ularda anaqa bor-da, nima deydi, osonroq kirish. Shuning uchun ota-ona biz qiyinchilik bilan o'rganib qolganmiz-ku. Nimadir oson bo'ladigan bo'lsa, qo'rqib qolamiz. Keyin so'ramoqchi bo'lgan narsam AI, sun'iy intellekt davrida iqtisodiy bilimi kam bo'lgan yoki bo'lmagan bola nimadan yutqazadi talaba? Ya, sun'iy intellekt narsani bilish kerak. Sun'iy intellektda prompt to'g'ri berish kerak. Uning uchun bola prompt nimaligini bilish kerak. Sun'iy intellekt siz bergan savolga javob beradi. Siz xohlagan javobni bermaydi. Siz bergan savolga javob beradi. Savolni to'g'ri qo'yish kerak. Agar siz sun'iy intellekt orqali bilimni boyitaman desangiz, boyita olmaysiz. Medgani sun'iy intellekt faqatgina siz qo'ygan vazifani bajaradi. Savolni to'g'ri qo'yish o'rgatmaydi. Savolni to'g'ri qo'yish, uni asosi nimaligini o'rgatmaydi. Uni o'zingiz o'rganishingiz kerak bor ekan. Sun'iy intellekt sizga yordamchi. Misol uchun jahon bozorida energiya ikkiga bo'linadi. Birlamchi energiya bor, alternativ energiya bor. Misol uchun quyosh panellari, shamol energetikasi alternativ energetika hisoblanadi, muqobil energiya deymiz. Lekin bir narsani esdan chiqaring, bizda shu ham noto'g'ri aniq qilishadi, talqin qilishadi. Muqobil energiya bu asosiy energiya manbalaringizda birlamchi energiya, misol uchun issiqlik elektrostansiyalari beradigan energiyani yoki gidroelektrostansiyalar beradigan energiyani o'rnini bosa olmaydi. Ular unga tushadigan nagruzkani kamaytirib beradi faqat. Unga tushadigan nagruzkani kamaytirib beradi. Lekin ular energiya berayotganni davri ularniki chegaralanganda. Chegaralangan. To есть quyosh panellari qishga borib samaradorligi tushib ketadi, to'g'rimi? Yozga borib yuqori samaradorlikka ega bo'ladi. Shamol energetikasida ham o'zining samaradorlik sikllari bor edi. Bular xuddi shunaqa sun'iy intellekt ham sizga yordam beradi. Shuning uchun aytaman, bular ko'makchi, asosiy deb olmang. Asosiy deb olsangiz xato qilasiz. Asosiy deb olsangiz xato qilasiz. Ana kuni ham bitta bola magistr ishida olib kelyapti-da ish. Ilmiy rahbarman-da, naqaroqman ekonometrikasini. Buni qarasam, tushunmayapman. Men aytaman, men uchun to'g'ri hisoblaysan ekonometrikani. Lekin o'zim o'tirdim, ekonometrikani ko'rib chiqdim-da. Ekonometrikasini ko'rib chiqib, keyin aytdimki, mana-ku natija deyapman. Mana-ku natija, mana bitta-ku desam, domla deydi, to'g'risini aytaman, ChatGPTga aytdim, yechib berdi. Yo'q. Masalani yechib berganda, u anaqa bermagan. Nima deydi? Asoslab yechmagan. Prosta yechib berish kerak bo'lgan, mana degan yechib bergan. Omil qatta, nima qatta, u qatta yotdi, unga javob bermagan-da. U o'zini nima deydi? Algoritmlardan, o'zi algoritmlardan. ChatGPT e'tirozim yo'q. Sun'iy intellekt o'sha hayotimizga kirib keldi. Prosta uni oldinga olib chiqib olishimiz kerak emas-da. Hamma joyda yetishimiz kerak. Yo'q, bo'ldi, to'xta. Sen orqada qol. Birinchi galda biz odammiz, biz fikrlashimiz kerak. Xudo taolo bizga fikrlashib berib qo'yibdi. Qur'onda ham endi payg'ambarimizga kelgan anaqaning ichida, oyatlarning ichida birinchisi nima? Iqro, o'qing deyilgan.
O'qish kerak. Bilimli odam jamiyatda ham, oilasini oldida ham, farzandlarimi, farqi yo'q oilasi, hamma u bargam ajralib turadi. Dunyo qarashi bilan, unisi bilan ajralib turadi. Mana misol uchun mana har xil odam bilan gaplashaman. Bir xil vaziyatda bahslashib qoladigan bo'lsak, ulfatlarimda ham yoki oilada ham voy endi o'qituvchiligingga borasan-a deydi. O'sha bilosizmi, farqlanasiz-da o'sha. Bu o'qituvchilikka borish emas, bu vaziyatni to'g'ri tahlil qilib baholash. Farqi bor-da. Shuning uchun o'qish kerak. Ulardan foydalanish kerak emas. Ular sizga ko'makchi bo'lish kerak. Shuning uchun sun'iy intellekt kirib keldi, yana qaytaraman. Unga e'tirozim yo'q. Lekin uni asosiy vosita deb olsangiz xato qilasiz. O'zi mana bu iqtisodiyot yo'nalishini o'qiyapmiz-ku, mana talabalar iqtisodiyot yo'nalishiga kirishadi. Mana o'zingiz ham shu yo'nalishni bitirdingiz. Shu yo'nalishda ilmiy ish qilgansiz. Mana hozir mana sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin bu qanchalik aktualligini saqlab qolyapti hozir. Mana Mirzaqul aka bilan ham podkast qilganda shu narsa to'g'risida gapirdi. Balki alishtirar qachondir buxgalterlarni sun'iy intellekt. Qo'lini bosar, lekin shu funksiya qoladi baribir, kimdir mas'uliyat olish kerak. Ha. Sun'iy intellekt juda ko'p sohalarni chiqarib tashladi. Misol uchun birinchi sun'iy intellektdan zarar ko'rganlar bular operatorlar bo'ldi. Yaponiya o'zida qancha ishchilarni operatorlar ishdan bo'shatib yuborishdi. Unga sun'iy intellekt javob beryapti. Misol uchun hozir ayrim banklarga telefon qilsangiz, sun'iy intellekt man deydi, savolingni tushunmadim deydi. Ha, bo'jon savoling deydi, boshqatdan ber deydi. U bargam shu prompt algoritmda turibdi. Har ham prompt bo'yicha. Lekin operator bargam inson. Qaysani javob beradigan operator bargam insonda. Ham qachonlarda chiqib ketishi mumkin. Qaysidir sohalar chiqib ketishi mumkin, lekin sun'iy intellektni ham nazoratni kimdir qilib turish kerak edi. Ana kuni anaqaniki kompaniyani direktori aytibdi, hozir Xitoy kompaniyasimi. Ajoyib maqola o'qib qoldim-da. Hozir esimda kompaniya aytibdi. O'rtoqlar deyapti, hozir deyapti, svarshik santexniklar to'g'ri keldi deyapti. Nega? Sabab sun'iy intellekt ish qilmaydi. Qo'l mehnatini qila olmaydi sun'iy intellekt. Misol uchun o'qituvchilar bizning ishimizni olishi mumkin. Misol uchun sizlarning ishinglarni olishi mumkindir. Lekin qo'l mehnatini ola olmaydi. Sun'iy intellektni ham kimdir nazorat qilib turadi-ku balki. Pul to'g'risida gap ketdi. Men bu o'zingizda mana shu iqtisodiy jihatdan eng qiyin davr bo'lganmi? Bo'ladi. Qaysi davr shunaqa deb ayta olasiz? Talabalik oltin davri deymiz, lekin talabalar bir kun ovqat yesa, 2 kun ovqat yemaydi. Endi talabalik davringizni shunaqa deb ayta olasizmi? Iqtisodiy qiyin davr deb yo? Qaysi davr shunaqa deb olasiz? Bu aytganingizdek ro'zg'or o'shami? Oila qurgandan keyin. O'sha paytda o'zingiz bo'lasiz. Kapitalizm, o'zingizga taqsimlamaysiz. Bitta kapital oldin bitta odamda bo'lgan bo'lsa, keyin ikkita odamga taqsimlanadi. Farzandlaringiz ko'payadi, farzandlarga taqsimlanadi. Keyin ota-onangiz yoshi o'tgandan keyin ular ham sekin-sekin sizni kapitalingizni bir qismiga ulashga kiradi. Ketdi shu mana. Men har doim aytaman, qo'pol bo'lsa ham aytaman shu. Ota-ona sizga ta'limga kontrakt to'lashdan maqsad nima? Bilasizmi deyman. Ko'pchilik dod-voy deydi. Ota-onaning asosiy maqsadi sizni o'qishingiz. To'g'ri, ota-ona aytadi, yaxshi bo'lib bolam, yaxshi topgin. U o'ziga investitsiya kiritadi. Ertaga qariganimda deydi, nima qiladi deydi, bu meni boqadi deydi. Investitsiya kiritadi. Siz ham ertaga farzandingizni nima qilasiz? Chet elga borib o'qib kelib yaxshi topsa, bitta qismida siz o'tirganingizni bilasiz. Bu investitsiya. Ta'limga ota-ona kontraktingizni pulini to'layaptimi? U siz yaxshi yashashingiz orqali o'zini ham farovonligini oshirishga harakat qilgan bo'ladi.
tabiiy qarashimiz kerak-da uni. Tем более agar o'zi o'qimagan bo'lsa, o'qiganlar yaxshi sharoitda ishlab, yaxshi sharoitda yashayotganini ko'rgan bo'lsa, Havas qiladi. Bu tabiiy narsa-da. Shu aytayman, hamma o'zining sohasidan boshqa soha olsa tez pul topadi deb o'ylaydi-da. Lekin hammani o'zini muammosi o'zida, o'zi tegdi. Bu farzand nuqtai nazaridan ham aytaman. Farzandga ta'limga to'lanayotgani bu investitsiya. O'zini men ana qizlarni ham aytaman-da, ko'p holatlarda qizlarga kiritilgan investitsiya deyman, erga tegandan keyin deyman, boshqa oila daromad manbaiga aylanadi deyman. Nima degan turmushga chiqqandan keyin uni nima qiladi? O'sha oilaning ro'zg'origa anaqa olib kapital olib kiradi. Hazillashma shunaqa desam, anaqa qilishadi-da, bir xil payt. O'qituvchilar ham qarshilik qiladi. Yo'q, noto'g'ri fikri. Hamma narsa bari ham ota-ona o'zini biz anaqada noformal emotsional holatimizdan kelib chiqib qabul qila olmaymiz, lekin real anaqa iqtisodiy holatimiz shu. Uga kiritilgan investitsiya samarasini beradi qachondir, bargan berish kerak. Hamma o'zini o'zi boqsa ham demoqchiman-da. Bu faktiski shu. nagruza ko'payadi bu yoqda. Men hozir buni ham bir xil unaqa qilib yotishim mumkin. Sen unda olsan, sen bunda olsan. Bo'ladi. Divanni vaysga men ularni hurmat qilaman, masalan, yaxshi ko'raman. Bo'ladi unaqalar. Lekin real qarash kerak-da. Shu ota-onangizni, shu anaqangizni sizga qilayotgan yaxshiligi ma'lum bir miqyosda sizni ertangi o'zini ertangi kunga yaratayotgan zaxirasi. Oshchasiga aytadigan bo'lsak, hozirgi holatda, hozirgi davrda diplomni o'zi ish bilan ta'minlanishga kafolat beradimi ertaga ishli bo'lishga? Qaysi universitetga kirishdan qat'iy nazar mana bor shunaqa universitetlar, mana kirsang ishing tayin, diplom olsang degan. Unda universitet jozibadorligi yuqori-da unaqa universitetlarni. Misol uchun, lekin yo'q, hozirgi zamonda hamma diplom ham sizni ish bilan ta'minlab bera olmaydi. Men deganda bozorda raqobat kuchayib ketdi. Oldin misol uchun xususiy oliy ta'lim muassasalari yo'q paytida har bitta universitet bir-birini qaytarardi-yu, lekin bari ham ixtisosligini xususiyatdan kelib chiqib ishga olinardi. Hozir raqobat kuchli. Siz misol uchun davlat universitetini bitirdingizda, xususiy universitetni bitirgan bola bilan davlatga kelsa, davlat tashkiloti davlatnikini oladi degan narsa hozir yo'q. Hozir 10-15 ta joydan bir vaqtda kelgandan keyin o'tdi. Ularda oldin tanlash huquqi bo'lmagan bo'lishi mumkin, hozir endi tanlash huquqi bor-da. Ular tanlaydi. O'shaning uchun yo'q, menimcha. Ya'ni qaysi ma'noda yo'qman, hozir kunda anaqa diplomni mahalliylashtirish degan tushunchani o'zi yo'q, to'g'risi. Saniki undan degan tushuncha yo'q. Hozir diplom hamma yo'q bir xil. To'g'ri, endi ikkinchi masala bor bu yerda. Tanish bilishchilik degan narsa bor-ku. Bargan u faktor ishtirok etganda ham. Boshqa faktorda, to'g'ri. Boyga aniq. Lekin ikkita tanishi yo'q bo'lgan bola bitta joyda kelib qoladigan bo'lsa, o'tda o'sha mutaxassislikni haqiqatan suhbat anaqada kelib chiqadi. Undan kelib chiqadi. Ya'ni tanishingiz bo'lsa, diplomingiz yo'q bo'lsa ham u boshqa gap, u boshqa narsa. Lekin boy gapda, aytdik-ku, noformal institutlarning ta'sirida bu yerda. Lekin hozirgi zamonda ham o'zini jiyanini ishga olmayapti-da odamlar. Bilyaptiki, o'zini jiyanini olib, ortiqcha xarajat qilib, unga oylik berib, lekin iqtisodiy samara bermagandan ko'ra, undan ko'ra tashqaridan bitta ishchini olib, uni ishlatish mumkinligini shu odamlar tushunib boryapti. U ham sekin-sekin yo'qolib boryapti o'zi. Nima deganda, jamiyatda asosiy masala kapital, pul bo'lib qoldi-da. Hech kim sizni qoningizni kelib to'ydirib qo'ymaydi. O'zingiz to'ydirishingiz kerak, misol uchun. O'shaning uchun o'zgaradi. Jamiyat qachondir to'liq, keskin o'zgaradi. Menga juda ham qiziq bo'ldi mana BYD bilan Xitoy qilgan xodi. Subsidiya bilan. Bitta BYD bilan emas, boshqa sohalarda ham xod chekildi. Xitoy o'zi shundan boshladi. Jahon bozoriga chiqishda o'zi shundan boshladi. Shu bilan qaram qilib qo'ydi, juda ham katta dominant. Endicha subsidiyani davlat berish uchun
davlat bitta narsani tushunishi kerakki, siz aniqroq tushunishimiz kerakki, mana ma'munga qilayotgan xarajati bor-ku, mana ma'munga subsidiya orqali qilayotgan xarajati, mana ma'mundan olayotgan daromadini o'rniga qoplab ketish kerak. To zararni qoplash kerak. Misol uchun Xitoy hukumati aytishi mumkin shu BYD kompaniyasiga-da. Misol uchun mana men mashinani ishlab chiqaryapsan, masalan, subsidiya qilib bozorga olib chiqib beraman, imtiyozli qilib beraman, ha, qilib beryapsan. Mashinani sotishdan maqsad nima? Nima maqsad mashinani sotishdan? O'sha yerda monopolistga aylanish. Mashinani ehtiyot qismlarini sotish. Zapchast sotish. Dunyo bozorida yirik kompaniyalar, Toyota bo'ladimi, GM bo'ladimi? Bitta bizning O'zbekistonda mashina sotishdan, anaqa mashinani ishlab chiqarishdan maqsad mashinani sotish. Juda katta bozorlarda mashinani ishlab chiqarishdan maqsad uni ehtiyot qismlarini sotish. Doimiy iste'molchiga aylantirishdi. Mashinalar aytamiz, bir xil mashina, voy arzon, bizda ma'munchada jahon bozorida misol uchun arzon shu mashinalar deymiz. Arzon mashinalarga qiziqib butun dunyo oladi. Ertaga u buzilgandan keyin nima qilish kerak? Zapchastni olish kerak. Zapchastni kim beradi? O'sha kompaniyani o'zi beradi. Misol uchun Toyota zo'r siyosati bor-da. Misol uchun Toyota Corolla bor. 2020-yil chiqqan, Toyota Corolla bor, 2023-yil chiqqan. Ikkaloni ko'rinishi bir xil. Bir-biriga tushmaydimi? Lekin filtri bir-biriga tushmaydi. Tushunyapsizmi? Bozorda maqsad aniqda. Misol Xitoy hukumati aytib bo'ldi, mana men senga ma'muni berdimmi, dempingdan foydalandingmi? Ha, foydalandim. Men xarajat qildimmi? Ha, xarajat qildim. Xarajat qanaqa qoplayman? Endi har bitta zapchastingdan sotadigan zapchastingga to'laydigan налоги ma'muncha bo'ladi deyish. Jahon bozorini egallab oldimi? Egallab oldi, bo'ldi. Mahsulotga talab bormi? Mahsulotiga talab bor. To'g'ri, aytishimiz mumkin, dublikatli ishlab chiqariladi-ku. Dublikat ham qayerda ishlab chiqariladi? Xitoyda ishlab chiqariladi. U dublikat ishlab chiqargandan keyin ishchilarni ish bilan ta'minlash bo'ladimi? Mehnat resursi ish bilan ta'minlanadimi? Mehnat resursi ish bilan ta'minlansa, mehnat resursini sotib olish qobiliyati oshadimi? Mehnat resursini sotib olish qobiliyati oshgandan keyin mehnat resursining iste'mol hajmi oshadi. Iste'mol oshgandan keyin har bitta iste'moldan nima to'lanadi? Soliq to'lanadi. Soliq qayerga tushadi? Budjetga tushadi. Budjetga tushadi. Bo'ldi. Qanchalik budjetga soliq tushgan sari davlatning budjeti nima qiladi? Boyib boradi. Ketib ketaveradi. Shunaqa. Bo'lmasa keyingi videolarimizda mana shunaqa mavzularni chekiramiz. Bo'ladi. Rahmat Aziz aka, unda ajratgan vaqtingiz uchun. Agar sizlarga ham iqtisodiyot, moliya, buxgalteriya, bank ishi, to'g'rimi, kabi yo'nalishlarimiz qiziq bo'lsa, jahon iqtisodiyoti, xalqaro iqtisodiy munosabatlar kabi yo'nalishlar qiziq bo'lsa, video ostiga havolaga o'ting. Ro'yxatdan o'tib, kontaktlaringizni qoldirsangiz, qabul bo'limi siz bilan bog'lanib, barcha ma'lumotlarni berishadi. Tем более work and travel, exchange kabi yuqorida aytgan dasturlarimiz bo'yicha ham batafsil ma'lumot olasiz. O'zingizga qiziqtirgan qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Keyingi videolarimizda Aziz akadan javob olamiz shu savollarga. Rahmat, xudo xolis. Charchamang. Salomat bo'ling. Hay.